Odilxon kuni kecha sizni Bunyodkor stadionida bir qiz bilan hamma ko'rdi, butun O'zbekiston va kommentariyalar shunaqangi yozilyaptiki, kimdir Odilxonda dedi chak emas, kimdir yozyapti, Odilxon o'sha bo'lajak turmush o'rtog'ini olib kiribdi. Har xil kommentariyalar, negativlar ham bor. Hattoki siz o'zingiz izoh bering, bu qiz kim? Aka salomat bo'ling. Ya, aka to'xtang. Kim bu qiz? Unaqa savollar, shaxsiy savollar berilmaydi-da, to'g'risi. Yo'q. Bo'y qachon deng, boshqa deng, u unaqa savol berilmaydi. Hamma uchun qiziqda. Bu qiz asli kim? Men 4-5 yildan beri taniymiz, yaqinmiz. Ancha yil o'sha internetni men boshlagan paytimdan beri bir-birimizni taniymiz, bilamiz. Shu yaqin insonim. Qachondir shu qiz bilan to'y bo'lishi mumkinmi? Yaqinda bilib olasizlar. Sizlar bilganlaringcha fikrlaringizni izohlarga yozib qoldiringlar. Xo'p, Saturn bilan jang bo'lishi mumkinmi? Saturn ham sizga ko'p vizib tashagan-ku. Menimcha u bilan bo'y hali beri bo'lmasa kerak, sababi u urushmaydi menimcha. Chunki nima deydi? Oddiy misol keltiraman sizlarga ham, o'zingizlarga ham. Oktagon ligadagi Odilxon Kamolov bilan Saturnda jangi bo'lsa kim yutadi deb oddiy ChatGPT ga yozsanglar ham fakt bilan keltiradi. U ChatGPT chekida tursin. Libo odamdan, misol uchun sport tushunadigan odam bilan ham, misol uchun men bir 15-20 marta bo'y qilganman. U endi ikkinchi bo'yini qildi. Misol uchun bittasida 3 raund urishib studentskiy решение bilan sovg'a qilishdi g'alabani, ikkinchisida esa sapernigi просто yelkasini ushlab oldi. Atak u ham 2 raund urib turuvdi. Lekin yaxshi rivojlanishi zo'r, tем более u ham o'zbek, men ham o'zbek. Bizani divizionda misol uchun yaxshi BMF poyasiga talashayotganlar bor, lekin agar jang bo'ladigan bo'lsa, menimcha hozir mana shu 1-2 yil ichida unda shans yo'q deb o'ylayman. Lekin yana bitta ma'lumotni aytib o'tib ketaman. Saturn sizdan ko'ra media olamida o'tib ketdi. Sizda 816 ming obunachi, Saturnda o'zi 900 mingga yaqin bo'lib qoldi. Endi bitta narsani ham hisobga oling. Meni YouTube kanalimda 1,5 millionga yaqin, meni TikTokimda o'sha 1 millionga kelib qoldi. Tем более Instagram uchun, faqat Instagram uchun ishlamaymiz-da. Misol uchun meni Telegram kanalim bor. Umumiy qilib agar faqat obunachi, agar mediani hal qiladigan bo'lsa, umumiy obunachilarim qo'shadigan bo'lsak, bilmayman 5-6 million bo'ladigan bo'lsa kerak. Uni bilishim bo'yicha faqat Instagrami bor. Nima deymiz? O'tib ketadigan bo'lsa ham, boshqa qilsa ham o'zbek o'tib ketsin. Boshqa davlatdagilarda oldida biz bir-birimizni qo'llaganimiz yaxshi. Endi kimdir unga kumirlik qiladi, kimdir bizga avvalo ota-onasini duosini olayotgan, ota-onasi uchun harakat qilayotgan insonni yomoni bo'lmaydi. U ham ota-onasini yaxshi sharoitga olib chiqish uchun harakat qilyapti. Faqat omad deyman.